Muhammad Yusuf 1954-yilning 26-aprelda Andijon viloyatining Marhamat tumani Qonchiq qishlog'ida dehqon oilasida tug'ilgan. 1971-yil o'rta maktabni tugatgan. O'zbek xalq shoiri, Do'stlik ordeni sohibi. Shoir 2001-yil 29-iyulda 47 yoshida vafot etdi. Ado bo'lmas armonlaring bor. Yurtim ado bo'lmas armonlaring bor. Toshlarni yig'latgan dostonlaring bor. O'tmishimni o'ylab og'ridi jonim, ko'ksim to'la shahid o'g'lonlaring bor. Bag'rim o'rtar bir o'y bahor, ayollar, oy botgan yoqlarga termilib, shohlar, aybin bilmay ketgan akmal ikromlar, Fayzulladek mard maydonlaring bor. Yurtim ko'nglingdek keng osmonlaring bor, yulduzni yig'latgan dostonlaring bor, diydoringga zo'r jayrondek cho'nponlaring bor. O'lim qadog'iga bo'lsa yuzimni, onam sanki og'ir olmas o'zimni, qaynbarklarga bu qaro ko'zimni, olislarda qolgan usmonlaring bor. Hazar al-hazar, ming bor al-hazar, ana urushda kelganlar izlar, qodiringni sotib shoir bo'lganlar, mehrobingdan chiqqan chayonlaring bor. Qurboning bo'layin ey onajonim, sening faryodlaring mening pig'onim, o'tmishingni o'ylab qiynalar jonim, aytsam ado bo'lmas dostonlaring bor. Xotira va qadrlash kuni. Bir uzun yo'llari xotira. Sen mening momomsan qadr, sen mening bobomsan xotira. G'alvirak yo'llarning dog'lari. Bir uzun yo'llari xotira. Mendan nodaman qadr. Bupanak bog'laydi rahbara. Qadr ko'nglim suyangan daraxt.